Shunaqa aka, endi eng ustuvorlik tomonimiz ham aka Surxondaryoning Hisori qo'ylarida mana shu tomonimiz yutuqda aka. Ha. Bu qo'ylarda biron bir kasallik yo biron bir ukol dori qilmasdan bu shu tabiat aka tanlab bilib ko'rib olib ketganga mana shu Kelib, ha, chunki katta bo'lsa uyimizga kelib bir piyola choyimizda mehmon bo'lgan afzal aka. aytyapsiz, 20 ta, misol uchun 30 ta, 40 ta, 50 ta qo'yga qo'yadimi? Uni endi u menimcha kelishga arziydi-da. Kelish endi ijodga keladigan bo'lsak aka, bu qon bilan kirgan jon bilan chiqadi aka. Ay yashang. Qani. Bu talantimiz bor aka. Bir yengil eshitib qo'yaylik. Mana Otangni ordoqla, onangni asra. Joningning chirog'i bolangni asra. Kasal bo'lsang, nolangni asra. Bir kunda bir kuning el uchun yasha. Qafasga sig'maydi orzular qishi. Joningni chimchilar ro'zg'or tashvishi. Ayt, bayon topdingmi bu dunyo ishi? Bir kunda bir kuning el uchun yasha. Kimdir pul uchun yashar, kimdir gul uchun yashar. Ko'kda quyosh nur uchun yashar. Do'stlar, hayotda sizni biz mana shunday video syomkaga bir nazar qaragan holatda 1 soat xalqimiz uchun yashar. Yashang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Bugun biz Surxondaryo viloyati Uzun tumani Bobotog' Qir adirlariga biz Yusuf Cho'ponni oldiga keldik. Cho'pondan qo'chqor olaman degan ishqibozlarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Bizni yangi obunachilarimiz bilmasligi mumkin, lekin eski obunachilarimiz juda yaxshi biladi. Yilda yo 1 marta, yo 2 marta mana shu Yusuf Cho'pondan biz qo'chqorlar qo'yamiz. Talash bo'lib, titi-piti bo'lib, anaqa bo'lib ketadi-da. Mana Yusuf Cho'ponni o'zlari. Qandaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalom aka, zo'rmisiz? Rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Salomat bo'ling. Avvalo xalq ahli, respublika, butun jahon ahli. Yashang. Mana bugun mana shunday mehnatimizni ko'rishlaringizni bugun mana nasib qilgan ekan Alloh taolo. Mana bugun qo'shqorlarimizni Asror akamiz boshchiligida yana bir bor YouTube kanallarida yana ko'rsatmoqchimiz. Yusufjon, Aka, nechta qo'chqor sotamiz bu yil? Xudo xolasa aka 130 ta qo'chqorimiz. 130 ta qo'chqorimiz bor, ha? Yaxshi. Bularning yoshi qanaqa? Yoshi ichida bir 4 tami 5 ta chori panji qo'chqor bor, qolgan hammasi sheshak qo'chqorlardan bor. Sheshak, tish buzmaganlari ham bor. Tish buzmagan, buni o'zi deyarli bittasi ham tish buzmagan, hammasi. Yaxshi, hammasi dashtki. Dashtni qo'zilari. Bu Dashtda yuribdi. Endi aka, bu dashtni qo'yi deganimiz bilan, Aha. aka endi ko'p joylarda, YouTube tarmoqlarida, yana boshqa joylarda ham ko'ryapsiz aka, dashtni qo'yi degan bilan aka bu o'zi bir boshqacha qo'yda. Bu qo'ylarda endi dashtni qo'yi degan holatimizda bunda 4 oyog'ida 4 ta oti kuchi bor deb iboratda bu aka. Ana shu gapingiz ekan, o'xshadi. Chindan, hali mashinalarda 100 ot kuchi bor, 83 ot kuchi jigullarda shunaqa edi. Endi 4 oyog'i har bittadan aniqlaydigan bo'lsak, 4 otni kuchi bor aka, 4 oyog'ida. 4 qo'chqorning kuchi bor. 4 qo'chqorning kuchi bor. O'zi bilan 5 qo'chqorning kuchi bor deysizlar. Shunaqa aka. Hay, yashang, salomat bo'ling. Yaxshi, urug'lari ham sifati yaxshi ekan qo'chqorlarimizda, do'stlar. Moya qismlariga qarasak, urug'lari sifati yetilibdi. Zo'r. Do'stlar, buni chorvadorlar juda yaxshi biladi, ha? Urug'lari yetilibdi qo'chqorda. Shunaqa. Ha. Yetilibdi, do'stlar. Juda yaxshi. Xo'p, qani bularni bitta ikkitasini bir qani tishini ko'rsatamizmi? Bir ko'rsatamizmi qo'chqorda? Shunaqa. Ha? Qo'chqorda bir ko'rsatsak yaxshi-da. Buni sal mana bularni bu yoqqa qayirib yuboring-da. Mana bu chora ekan, mana shu chorani bitta ushlang-da menga. Shu menimcha chora qo'chqor bo'lsa kerak, a? Chora qo'y. Bular mana bu mana shuni ushlab bering-da, Yusufjon. Ana shuni ushlanadimi? Ha, mahkam. O, kuchi yetadimi bu yigitda? Voh, tortib ketdi ana. Yordam bering. A bu 4 ta otda kuchi bor bu. Ay yashang. 4 kishi yopish kerak ekanda bunga. Bularni sekin yig'ib olinglar. Voy, ana shunday. Sal tekisroq o'zingiz tepaga chiqib qoldingiz. Aha, mayli. Mana yaqinroq men o'zim boraman. Xo'p. Qarangizda, oldilari zo'r kelgan ekan-a qo'chqor. Aka, buni qo'chqorni ta'riflaydigan bo'lsak, endi buni birinchi o'rinda quloqlariga e'tibor qilamiz. Quloqlari uzun, katta bo'lishi kerak.
Keyin mana bu e'tibor qiladigan bo'lsak, yelka qismi juda keng bo'lishi kerak-da. Ha, Keyin mana bu kostyagi. qo'ltiq kengligi ham juda zo'r bo'lishi kerak. Mana bu oldilari, ha? Bitta qo'chqorda endi Ha. Shu bo'ladi aka. Hazillashma, yo'qol. 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 Endi buni tishiga keladigan bo'lsak, aka, endi novchori bu. Ha, yo'g'i? Novchori bu. Yaxshi, yaxshi, zo'r. Barakasini bersin. Novchori qo'chqor. Ya, bu qo'yvering, bu yomon sho'x ekan, ey. Yomon sho'x ekan. Xo'p, qani, bitta buni aylantirib olaylik-da. Bitta aylantirib olaylik. Bu qo'chqorlarimizni yaxshilab ko'rsatmasak, skrinshot qilib tashlashga qiynalib qoladi. Endi buni ustida kelib tanlab olish kerak-a? Shunaqa aka. Lekin hozir men shishaklarga ham shoshib e'tibor qoldim, qilamiz men aka. shoshib qoldim. Qaysi birini tanlasam ekan deb odam buni deb shoshib qolar ekan. Qo'chqor ko'p-ku. Shishak qo'chqorimizni ham yana bir bor ushlaymiz. Boyaga ushlang. chori qo'chqoradi. Mana endi sal bu yoqqa chiqing, o'tpana qilyapti. Chiqing, ana shuni orqasiga turib oling. Ana shu. shishak qo'chqorimiz o'sha. Bo'ylaringiz qancha bor? Balandligi. Kimdi, menimi? Menda bo'yim 180. 180. Mendan balandsizda chunki. Yaxshi. Ranglari ham toza, qirg'a. Shu juda muhim mana shu narsa. Sori qo'chqorimiz eng oliy novda kashtan qo'yimiz shu bo'ladi aka. Mana tishiga e'tibor qiladigan bo'lsak, tishlarini ko'rsat. mana ishakka chiqibdi. Endi shishakka javob. Yaxshi, orqalarini qo'ying, orqalarini ham birdan ko'rsatamiz. Bu yerda hammasi bir-biridan zo'r. Qarang, hozir bular sal nima deydi, yengilroq sharoitga olsa, sal soya salqinga olsa, hozir mana 40 gradus, 45 gradus ko'rsatgani bilan bu yerda уже 50 dan o'tyapti. Shunaqa aka, endi eng ustuvorlik tomonimiz ham aka Surxondaryoning Hisori qo'ylarida mana shu tomonimiz yutuqda aka. Bu qo'ylarda bir kasallik yo bir ukoldori qilmasdan bu shu tabiat hodisasi mana shu sharoitga, shu issiqlikka yarashlikni ham ayting-da aka buni. Ha, haqiqatdan to'g'ri aytyapsiz. Endi siz baribir boqqansiz, mendan ko'ra yaxshiroq bilasiz-da. Ana shunday. Terilari ham qattiq, kasalliklarga chidamli, dori-muxtorlarga muhtoj emas. Hali soldatlar ham hali nima deydi? Biz boshqa joyga xizmatga borsak, haligi qachchoy semirib, oqarib ketamiz, lekin boshqa joydagilar bu yoqqa xizmatga kelsa, xuddi sizni bizga o'xshab kuyib, qorayib, novcha bo'lib, sportivniy holatga keladi. Bular hammasi sportivniy holatdagi-da. Shunaqami? Yaxshi. Xudo xolasa bular endi viloyatlarga borgandan keyin yoyilib, o'zini ko'rsatib, enlarini yorib, yashang. Zo'r, barakasini bersin. Qani, buni endi narxiga to'xtalamiz. Narxlarni qanaqa qilib beramiz? Sekin, aka, mana shuna chiqib ketaversin-da. Sekin chiqib ketaversin. Endi aka, buni narxiga keladigan bo'lsak, mana har yillarda ham kuzatyapmiz. Mana shu bu bir yil emas, bir necha yildan beri mana shu oldiga o'tib oling, ketib qolmasin aka. Ayting akajon, Yusufjon. Shu holatlarni kuzatyapsiz. Oldiga o'zingiz ham o'tib oling, bir o'zingizni ko'rsatib gaplashaylik. Aka, indamang. Qo'chqorlarni suravermang, indamang. O'ldi o'tib oling Yusufjon. Oldiga haliga indamang aka. Zo'rlari bor ekanda. Zo'rlari bor ekan, hali zo'r qo'chqor o'zini oldiga uraveradi-ku. Ayting Yusufjon. Buni narxiga keladigan bo'lsak aka, bu 5 milliondan tortib 10 milliongacha qo'chqorlarimiz bor aka. Yashang. Cho'ponchasiga chiroyli. Buni narxini qimmat aytganimiz bilan foydasi yo'q. Yana kelishadigan joylari ham bor. Yana kelishadigan joylari bor. Shunaqa. Kelib, tanlab olib ketaveradi. Sizga qarang. Ichidan tanlab, ko'rib qarang, video qilib ber, bitta mana buni, mana buni masalan, ko'plarda masalan taklif bo'ladi. Endi hozir o'zingiz ham yuqorida aytib ketishligingiz mumkin. Dastlabki xizmati degan narsa bo'ladi. Endi aka, dastlabki xizmatidan ham ko'ra men shu bitta narsani xush ko'ramanki, yaxshi ko'ramanki, dastlabki holatida bironta qo'chqorni rasmga tushirib taylang deydi-ku aka. O'sha paytida bitta qo'chqorni jo'natsangiz, endi uning o'zini o'ylaganidan ham ziyod bo'ladi, lekin aka ko'zi panani o'zi pana degan aka. Shuning uchun iloji bo'lsa aka tanlab bilib ko'rib olib ketganga mana shu kelib, chunki katta bo'lsa uyimizga kelib bir piyola choyimizda mehmon bo'lgan afzal. Aytyapsiz, 20 ta, misol uchun 30 ta, 40 ta, 50 ta qo'yga qo'yadimi? Uni endi u menimcha kelishga arziydi-da. Kelishga arziydigan holatda turibdi. Endi masalan mana YouTube tarmoqlarida ham ko'rib turibsizlar, mana efir ostida ko'rib turibsizlar. Bo'ladi. Bu mehnatni qadrlab bilish kerak aka. Yaxshi. Yusufjon, agar bu qir adirlarda yurib
ijodlar esdan chiqmagan bo'lsa, o'sha ijodlardan qolgan bo'lsa, bir shingil eshitsa qanaqa bo'ladi? Endi aka unga keladigan bo'lsak ham, endi ijodga keladigan bo'lsak aka, bu qon bilan kirgan jon bilan chiqadi aka. Ay yashang. Qani. Bu talantimiz bor aka. Bir yengil eshitib qo'yaylik. Mana bu yoqqa quyosh ham mana do'stlar, mana deyarli shom payti videoga olyapmiz. Avvalo bitta narsani rangini ko'rsata olmayapmiz. O'tishligimiz mumkin. Avvalo ota-onamiz baxtimizga sog' bo'lsin. Yashang, rahmat. Mana shularning evaziga mana shu yerda YouTube tarmoqlarida, ya'ni barcha respublika bo'ylab tanilib turibmiz aka. Shunday. Qolaversa mana shu mehnatimiz samarasida bitta misra bo'lsa yo'q demaymiz. Otangni ordoqla, onangni asra. Joningning chirog'i bolangni asra. Kasal bo'lsang, nolangni asra. Bir kunda bir kuning el uchun yasha. Qafasga sig'maydi orzular qishi. Joningni chimchilar ro'zg'or tashvishi. Ayt, bayon topdingmi bu dunyo ishi? Bir kunda bir kuning el uchun yasha. Kimdir pul uchun yashar, kimdir gul uchun yashar. Ko'kda quyosh nur uchun yashar. Do'stlar, hayotda sizni biz mana shunday video syomkaga bir nazar qaragan holatda 1 soat xalqimiz uchun yashar. Yashang. Yashang. Rahmat. Yusufjon, chorvangizni barakasini bersin. Muxlislarimizdan ko'proq, kengroq tarqatishini so'rab qolamiz. Shunaqa. Ko'proq mana shunday muxlislariga yetib borsin. Surxondaryo mana shunday iqlimida moslashib, chidab, pishiq bo'lgan, zotga yaraydigan qo'chqorlarimiz viloyatlar bo'ylab tarqalsin. Ko'proq kommentariyalarda yozamiz. Qancha keng tarqalsa, do'stlar, shuncha albatta har bir sotib olgan insonni chorvasidan tushgan qo'zisini nima deydi? Savobiga ham hammamiz teng sherik bo'lib boraveramiz, do'stlar. Mana shunday endi kelib ko'rganingizdan keyin bu qo'chqorlarning ichida bir-biridan o'ziga tortadigani bor ekan, ko'p bu yerda. Do'stlar, shu yerda o'sha videolarimizni yakunlaymiz. Qolgan xulosani o'zlaringizga qoldiramiz. Barchalaringizga eng yaxshilarini boqish nasib qilsin. Asror Donayev YouTube kanalini, Instagram kanallarini qo'llab-quvvatlashda davom eting. Biz esa sizlar uchun har doim xizmatdamiz. Yusufjon, biron oxirgi gaplaringiz bormi xalqimizga aytadigan? Yana bitta gapimiz aka, ko'plarimizda savollar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Screenshot qiling degan narsa bo'ladi aka. Aha. Endi YouTube tarmoqlarida screenshot degan narsa bo'ladi. O'shaning uchun aka bitta ish qilsak. Shunday oldiga kelsangizda ketma-ketiga bitta o'tkazib bersak qo'ydi. Aha. Shunga nima deysiz aka? Labay? Ketma-ketiga bitta o'tkazib bersak. Ha, bitta Siz bunday tursangiz, men bunday. Mayli, qarang, o'tkazib yuboramiz. Ana shunaqa. Mana bu narsa nimadi? Qo'chqorni ustiga yopishgan. Juda katta narsa ekan. Qaysi? Mana shu. Chigitganmi? Qarang. O'rgimchakmi? Chayon ekan. Ha, Endi aka bunday kelaylik. Mayli, o'tkazing. Screenshot qilish uchun biz sekin mashina o'tkazamiz. Qani, boshladik. Sekin o'tkazavering, bitta ketaveradi. Mana. Yo, nima? Mana. Orqangizdan ham o'tib ketyapti. Ha. Bunday o't. Vaqt bunday o't. Ana loyga kirib ketibdi, bittasi. Ha, shunaqa aka. Aha. Mana. Do'stlar, Endi akam bu holatda ko'rsatsak, endi juda bir holatini juda yaxshi biladi aka. Shunday. Endi buni hammasi bir-biridan ziyod aka. Ha. Do'stlar, aloqaga chiqamiz. Ko'rganlaringizdek dashti narsasi baribir boshqachada. Sal yemga og'zi yetgandan keyin qo'chqorlar boshqacha yoyilib boshlaydi-da. Mana bu oldilari sal bir xilni badani ochroq joylari ham to'lib, qo'chqor o'zini umuman bir boshqacha holatda ko'rsatadi. Tez fursatda haligi qo'chqorni qaddini ko'tarib, bo'ylarini olib boshqacha bo'lganini ko'rasiz. Muhimi o'sha ekstrellari o'sha haqiqatan o'sha qo'yga qo'shadigan holatda bo'lib turibdi. Mana bo'ladi. Hammaga omad.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.